Assalomu alaykum hurmatli tarmoq kuzatuvchilari. Bugun Nishon tumani hokimligi hamda tuman oila va xotin-qizlar bo'limi tomonidan navbatdagi maxsus loyiha Parda ortidagi hayot yo'llari. Demak, mazkur dasturimiz ishtirokchilari Nishon tumani hokimining o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'lim boshlig'i Shohidopa Xo'jaqulova hamda yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazi rahbari, Oqila ayollar harakati a'zosi Avazoyopa To'rayeva. Demak, bugungi maxsus loyihamiz haqida qisqacha ma'lumot berish uchun Shohidopa sizga yuzlanamiz. Qisqacha ma'lumot bersangiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi loyihamizning asosiy maqsadi sir emaski, mana so'nggi yillarda yosh oilalar o'rtasida ajrimlar biroz ko'paygan. Ayniqsa mana 5 yilgacha muddatda oila qurgan oilalarimizda ajrimlar soni keskin oshganligi sababli bugungi loyihani amalga oshirishni biz maqsad qildik. Maqsadimiz mana shu joriy yilning 15-iyulidan 15-avgustga qadar ajrimsiz baxtli oila sari loyihasi doirasida amalga oshiriladi. Bunda mana shu ajrim yoqasiga kelib qolgan, bugun muammoga yechim topa olmayotgan oilalarni mana shu tumanimiz markazida joylashgan Baynalma mahallasida oila va xotin-qizlar maskani tashkil etilgan. Maskanimiz dushanba kunidan boshlab, haftaning dushanba kunidan shanba kuniga qadar barcha bu yerda mutaxassislar taklif etilgan, hamkor tashkilotlar taklif etilgan. O'sha psixolog xizmati, huquqshunos xizmati, tibbiyot xizmati, Oqila ayollar harakati, FHDO organlari, adliya, ichki ishlar, mahalla uyushmasi, yoshlar hamkorlikda mana shu maskanimizda biz mana shu loyihani amalga oshiramiz. Bu uchun hurmatli fuqarolarimizdan barcha mana shu loyihamizga bir faol ishtirok etishsa, kimnidir oilasida, kimnidir qo'ni-qo'shnisi o'rtasida yoki yaqin qarindoshlari o'rtasida mana shu holatlar yo'q emas. Borda mana bugungi kunda yosh oilalar o'rtasida turli xil sabablarga ko'ra ajrim yoqasiga kelib, farzandlarini tirik yetim qilib, ularni hayot aylantirayotgan oilalarimiz afsuski ko'payib bormoqda. Shuning uchun ham hamma tomondoshlarimiz mana shu bizni oyligimizga faol ishtirok etishlarini, bizni mana shu maskanga o'zlari qo'shilib bo'lsa-da, yo'qsa bizni maskanga yuborib bo'lsa, bizni mana shu oyligimizda faol ishtirok etib, bitta oilani bo'lsa-da ajrim yoqasidan saqlab qolsa, biz juda xursand bo'lardik. Albatta, har bir oilani farovonligini ta'minlash uchun barchamiz birdek mas'ulmiz. Bugungi parda ortidagi hayot yo'llariga kimning hayot yo'llarini taklif etdingiz? Bugungi mana shu loyihamizni ishtirokchisi mana uzoq yillardan beri taniyman, juda ayanchli taqdirda yashab kelmoqda. Uni har bir gapini eshitgan odam juda bir yig'lashmasdan imkoniyati yo'q. Mana shuni asosiy maqsadi ajrimni oqibati. Bugungi manamizga, tumandoshlarimizga mana shu yigitni taqdirini havola etishni o'zimizda bir vazifamiz deb bildik. Men har bir mana shu maskanda kelib ajraman degan farzandi bor ota-onalarga doim shu kabi ko'p o'nlab masalan qizlarimiz taqdirini misol qilib ko'rsataman. Yaxshisi mana shu ishtirokchimizni o'zi tashabbus bilan chiqdi. Men mana shu aytaman tumanimiz aholisiga, butun dunyodagi mana shu ajrashaman degan oilalarga o'zini taqdirini aytib bersin. Zoraki kimdir shundan xulosa chiqarib, o'zini farzandlarining hayotini saqlab qolsin. Albatta. Marhamat. Assalomu alaykum. Qadrli kuzatuvchilar. 4 yoshimda ota-onam ajrashib, yetimlikdan o'sdik. Men 1 yoshimdan boshlangan yetimlik kunlarimda har bir o'tgan daqasida yosh bo'lishimga qaramay mana amakilar, xotinlar, ya'ni yangilar ozgina
farzandi bilan sal tortish bo'lsa yo boshqa bo'lganda har xil qisuvlar, misol qiynoqlar, narsalar, tirnoqlar arasiga igna tiqishdan tortib molxonalarda misol bog'lab qo'yib urgan joylargacha boshimdan kechirganman. Og'riqli kunlar. 4-5 yoshlik davrlarimda. Ana shu qiyinchilik kunlar mana hozirda 40 ga kirgan bo'lsam, hozirgacha davomiy bo'lib kelyapti. Misol boshida o'shanday kimlardandir turtki narsa yeb o'sgan bo'lsak, hozirgi kunda kasalliklar, narsalar shu yetimlikni oqibatida kelib chiqqan. 4 yoshimdan to 7-sinfimgacha bo'lgan kunda shu amakilarim, momam, bobomning qo'lida yashab o'sdim. 7-sinfimgacha ham sabrga chidamagan shu yangilarim har xil tuhmatlar, narsalar, o'g'irga ham chiqdim. Bu bo'lmasa ham o'g'limga tegajog'lik qildi degan tuhmatlarni ham boshimdan o'tkazdim. Mana shu uyda maqsad shu 4 sotik yerda bobom qurib bergan 2 xona uyni menga bermasdan shu yerdan chiqarib olish bo'lgan ekan. Shu maqsadda har qanday tuhmatlarni, har qanday kunlarni ko'rib 7-sinfda majbur bo'ldimki, bobo o'tib ketgandan keyin mustaqil chiqib ketishga. Boshida katta bozorda arava tortdim. Aravakashlik qildim 7-sinfda. Yaqin shu bozorda ham qo'yishmadi. Keyin sekin Toshkentga chiqib ketishga majbur bo'ldim. 7-sinf bo'laman. Toshkentga borganman. Birov kvartiraga olmaydi. Ish haqdaraman. Ish topolmayman. Shu majbur bo'lib o'sha otxonada qishda, yozda shuni tagida 1 yil 6 oy yashagan bo'lsam, keyin o'sha yerda bir namanganlik opaga simichka narsa sotishib yuraman, bitta nonga pul beradi. O'shani bitta nonni pul, misol pulni ishlagan bo'lsam, o'shandan ortganini yig'ib shu 1 yil 6 oy davomida bitta alumin arava sotib oldim. Keyin ipodromda shu aravakashlikni boshladim. Xullas, qayerga borsangiz o'sha qiyinchiliklar, narsalarga duch kelaverasiz. Men senga yordam qilaman deganim sizdan bir maqsadda foydalanaman deb harakat qilar ekanlar. Shuni qilmagan ishim qolmadi. Vagon olmish tonnalab vagon yukini 7-sinf, 8-sinf bo'laman. Bu yoshi katta odamlar bilan misol ertaga qo'shmay qo'ymasin degan maqsadda 25 kilolik pinoplast keladi. O'shandan 4 xalta yelkasi yo'q yuklasa, shu qo'shilib shu ishlarni qildim. 100 kilo olsa 100 kilo ko'tardim. 50 kilo olsa 50 kilo ko'tardim. Shularni oqibatida uni sariq kasal bo'lib 2-3 martalab qaytalab sariq kasal bo'ldim. Asosan mana hozirgi kunda ancha og'ir ayanchli kasalliklarni orttirib oldi. Hammasiga umuman olganda mana shu ota-onaning ajrim sabab. Shunday. Mana shu boshingizdan kechirgan holatlarni eslayapsiz. Ota-onasizni hayot yo'llari haqida bir eshitganmisiz yoki bir qiziqib bo'lganmisiz? Nima sabab bo'lgan ularning ajrimiga? Ular o'ylamaganmi farzandlarining yetim qolishini? Ajrimiga birinchi o'rinda ularni yoshligi bo'lgan. Ishga kirish maqsadida ayam ishga kiraman degan. Buni bog'chaga dadam qarshilik degan. Shunga qaramasdan ayam borib ishda gaplashib kelgan. Shu bir shabuloq urgan, o'shandan
arzimagan narsadan. Arzimas. Hozirgi kunda misol ajrashgandan keyin hayotlari juda yaxshi bo'lib ketdi narsa deb ayta olmayman, sababi mana ikkinchi turmushga chiqqandan keyin ham haligacha misol juda ko'p qiyinchiliklar bilan yashadi. Shu mendan keyingi ukam ayamni qo'lida qolgan ukam uchun ko'p azoblarni ko'rdilar. O'gay otani qo'lida sal gapirsa ham narsa qilsa ham baribir bolasi Og'ir botadi. u araga tushib urush janjal mana shu ko'p tayoq yeganini oqibatida hozirgi kunda ikkinchi guruh nogiron. Ayamda mana shu ko'p urush janjalda oqibatida bu qo'rquvdan aslida kelib chiqadi. Sahri bor, yuragida bunaqasi bor, kamchiligi. Davleniya deganda 2 marta insult, 1 marta infarkt o'tkazdi. Kecha kunduzda yotib qolgan. Menimcha bu o'zlari uchun ham yaxshi bo'lgan yo'q-da. Bu ajrimdan keyin aytmoqchi bo'lganimki, ne только bu bolalarga, o'sha oilaning o'ziga ham qiyin bo'ladi. O'sha uchun mana hozirgi kunda juda ko'p yoshlarimiz sal hayotda og'ir yengilligiga chidolmay birdan ajrashishga harakat qilishadi. Shu ajrashishdan oldin avvalo mana shu oldidagi farzandlarni o'ylashni so'rab qolardim. Undan keyin ajrashgan oilani o'zlarini ham hayoti yaxshi bo'lib ketadi degan hech qayerda bunaqa yo'q-da, kafolat yo'q. Shunday. Birinchi baxtiga yetmaydi-da. Sizga biroz bo'lsa-da og'riqli savol bilan yuzlanaman. Agarda hammasini unutib ota-onangiz yoningizga kelsa qabul qilarmidingiz? Albatta. Nega? Chunki ota-onada hozirgi kunlarda ham masalan bankalarda yotasiz, narsa qilasiz, shu joylarda ham bilinadi. Bir izingizdan so'rab kelayotgan odam bo'lmaydi. Yoningizda yotganlardan bir kunda 10 kishi xabarlashsa, sizdan 10 kun yotsangiz bir kishi kelib shu yoqda tursin, telefon qilib qoling nima deydigan odam bo'lmaydi. Alamli-ya? Mana shu 4 yoshimdagi bundaqa ham hozir 40 ga kirgan bo'lsam, haligacha bilinadi-da. Hozirgacha misol yolg'izlik sharoitim og'ir. Oila qurganmisiz? Oila qurganman, bir nafar farzandim bor. Mana shu Nishon tumani hokimiyati tarafdan berilgan bir xona vaqtincha berilgan bir xona uyda turaman. Shu kecha kunduzda. Hattoki mana shu yetimlikda ta'sir ko'ryapsizmi? Hattoki mana shu uy-joy qilib ololmasligimgacha yetib boryapti-da. Masalan, Bor, haqiqatan bugungi parda ortidagi hayot yo'llarimizni qisqacha tafsiloti bilan eshitib, biroz insongarchilik sifatida qalbimizda og'riqli vaziyat yuzaga keldi-da. Nishon tumanida umuman olganda oilaviy ajrimlarning soni nega keskin oshib ketyapti? Va bularni oldini olish borasida oila va xotin-qizlar bo'limi tomonidan qanday tashabbuslar deymizmi, chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda? Bugungi kunda Nishon tumanida mana shu oilaviy ajrimlar birmuncha kamaygan. Kamaygan bo'lishiga qaramasdan bitta ajrim bo'lsa-da ko'p. Mana bittagina ajrimda oqibatini eshitdik. Hali ham bu juda kam narsa ma'lumotlarni aytdi. Bu juda ham ayanchli ahvolda yashagan. O'shaki hozir mana shu fuqaromizda 8 xilda kasalligi bor. Sahrnisi bor, sahrni 18-22 ga ko'tarib turadi. Jigar sirroz 4-bosqichiga kelib qolgan. Prostatasida bor, ichaklarida bor, davleniyasi bor, ko'zi hozir yaxshi o'tmaydi. Hozir bu juda ko'p narsalarni aytmadi, lekin buni taqdiri nihoyatda ayanchli o'tgan.
Men shu Bunga sabab? fuqarolarimizga aytaman, ajrim ko'pchilik fuqarolarimiz aytadi-da, muammoga yechim ajrim. Yo'q. Muammoga yechim ajrim hech qachon bo'lmaydi. O'sha ajrim bo'ldimi, demak, o'sha oilada g'urbat, uqubat boshlanadi. Men shunday deb o'ylayman. O'sha o'ziga ham o'sha aytgan ota-onani o'ziga ham, uni farzandlari uchun ham, o'shalarning ota-onasi uchun ham uqubat boshlanadigan kun o'sha ajraladigan kun bo'lsa. Shuning uchun barcha mana shu tumandoshlarimizga bir murojaat qilmoqchi edimki, o'sha oilada farzand tarbiyasiga alohida e'tibor qaratish kerak. Ular qizlarimizni sabrli bo'lishga, qaynonalarimizda ham mana shu yoshlarimizga to'g'ri yo'l ko'rsatib, yaxshi gapirib, bitta farzandi uchun sabrli bo'lib, bilimli bo'lib, oqilona bir xulosa qilib yashashlarini so'rab qolardim. Buni oqibati juda noxush holatlarga olib keladi. Mana shu faoliyatimiz davomida juda ko'p har xil holatlarga duch kelamizda. Masalan, farzandini ayniqsa qiz bolalarimizga juda ta'sir qiladi. Otasiz o'sishi, o'z joniga qasd qilish holatlari ham mana shular holatda kelib chiqadi. Har bitta inson bittadan oilani saqlab qolganda ham bir oy davomida anchagina oilani mana shu yuqori natijalarga erishamiz. Farzandlar yetim bo'lishdan asrab qoladi. Avazoy opa, siz ham bir og'iz fikr bildirsangiz, sababi ajrimdan avval demak nikoh masalasi ham borda. Sizni yoningizga borishadi, ko'pchilik murojaat qilishadi. Oilaviy hayotga tayyorlash tomonidan kelin-kuyovlar borishadi. Bu davomida sizlar qanday o'qitasizlar? O'quv mashg'ulotlari jarayon davomida yoshlarimizga sabrli bo'lishni, qanoatli bo'lishni, shukrli bo'lishni o'rgatamiz. Shuningdek, ularni oila muqaddas qo'rg'on ekanligini ular ongiga singdirishga harakat qilamiz. Va bular natijasini beryaptimi? Nima deb o'ylaysiz? Men o'ylaymanki, hozirgi kunda ayniqsa bir ozroq natijasini ko'ryapmiz. Ayniqsa endi bugungi kunda onalarni ham qo'shib taklif qilyapmiz, ikkita qudalarni. Chunki ajrim yoqasidagi oilalarni o'rganganimizda ko'proq muammo, vaziyat o'sha yoshlardan ham tashqari qudalar o'rtasidagi muammolar bo'lgan muammo masalalarni ko'ryapmiz-da. Shundan kelib chiqib, birgalikda onalarni ham taklif qilib, o'quv mashg'ulotlarimizni chuqurlashtirgan holda o'tib boryapmiz. Yaxshi, bugungi mana eshitdik bir hayotni, bir taqdirni, bir oilaning taqdirini eshitdik-da. Bunga sizning munosabatingiz qanday? Bu fuqaroning achinarli hayot yo'li juda ham ta'sirli. Men o'ylaymanki, buni ajrim yoqasidagi oilalar uchun bir manfaatli bo'ladi deb o'ylayman-da buni eshitgandan keyin. Juda ta'sirli. Xalqimizga, xotin-qizlarimizga nima deysiz? Kuzatuvchilarga aytardimki, oila muqaddas bo'lgan. Asrab avaylash o'zimizning qo'limizda. Shuning uchun oilada har bir nima deydi, erdir, xotindir, shu oilani saqlab qolish uchun, farzand tarbiyasida e'tiborli bo'lish uchun nima deydi, mas'uliyatli bo'lish kerak. Ko'p mana shu ish faoliyatingizda ham kuzatasiz, o'rganasiz. Oddiygina ana shunday holatlar, kichik sabablar bilan ajrimlar yuzaga kelyapti. Ularga mana shu ajrimiga sizlarning bir varoqli xulosangiz sabab bo'lib qolyapti-da. Lekin o'shani sizlar qaysi tartibda beryapsizlar? Qanday amalga oshirilyapti? O'sha ba'zi bir holatlar bo'ladi. Umuman masalan oilani saqlab qolmaslik harakati bo'ladi. Yoki masalan shu tazyiq, zo'ravonlik, muntazam o'sha ichkilikbozlik oqibatida bolaga ham, onaga ham juda qattiq ta'sir ko'rsatadigan, zarar beradigan otalarga biz murosasizlik birdan muhitida oilani birdan ajrimini qilib beramiz. Lekin ko'pchilik holatlarda mana shu oddiy kibrga beriladi. Kibrga berilib, men sendan kam emas, avval sen kechirim so'rasang yashayman,
onamdan kechirim so'ra, yo mendan kechirim so'ra degan holatlar bo'ladi. Shu oddiygina kechirim so'ramay yo bo'lmasa kibrga berilib oila ajrimga qolsa kelib qolgan oilalar bor. Biz bularni juda ham qattiq turib bo'lsa ham ustimizdan hattoki murojaatlar qiladi. Ajratmayapti. Masalan, shu opa bizga qattiqroq gapirdi yo ajrim bermayapti deb bir qancha murojaatlar bo'ladi. Mana shunga ham ko'namiz. Mayli murojaat qilsa-da. Aslida ularning foydasi yo'lida. Aslida ularning foydasini yo'lida. Maqsadimiz bitta bo'lsa ham oilani saqlab qolish. Shu kabi ishlarni biz hamkor tashkilotlar bilan birgalikda amalga oshirib boryapmiz. Buni biz aslo susaytirmaymiz, kuchaytiramiz. Yangi g'oyalar bilan, yangi innovatsion g'oyalar bilan mana shu oilalarni saqlab qolish yo'lida barcha kuch-g'ayratimizni safarbar qilamiz. Hurmatli tumanimiz aholisi, aziz tarmoq kuzatuvchilari. 15-iyuldan 15-avgustga qadar ajrimsiz farovon hayot sari, baxtli hayot sari loyihasi doirasida barcha tumanimiz aholisini faollikka chorlaymiz. Parda ortidagi hayot yo'llariga yo'lingiz tushmasin desangiz, oilangizni saqlab qoling.